O'zbekistonda bolalar va o'smirlarga qaratilgan xavfli kiber jinoyat turi tarqalmoqda. Jinoyatchilar bolalarning o'yinlarga bo'lgan qiziqishidan foydalanib, ularni o'z tuzog'iga tushirishyapti va pul talab qilishyapti. Bu qanday sodir bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqlarda tekin narsalar va'da qilingan videolar tarqaladi. Bepul skinlar, o'yin valyutalari, Robuxlar, gemlar yoki o'yinni buzish uchun maxfiy kodlar taklif etiladi. Va'da qilingan narsani olish uchun bolani Telegram botlarga yoki yopiq kanallarga jalb qilishadi. U yerda boladan shaxsiy ma'lumotlarni kiritishni yoki qandaydir ID kodni tasdiqlashni so'rashadi. Ozgincha ruxsatga ega bo'lgach, firibgarlar qurilmani vizlom qildik, buzib kirdik deb aldashadi. Ular go'yoki hamma shaxsiy rasmlar va yozishmalarni ko'rib turganliklarini aytib, bolani qo'rqitishni boshlashadi. Farzandingizni himoya qilish uchun u bilan ikkita muhim qoidani kelishib oling. Izohlarda qoldirilgan har qanday shubhali linklar yoki tekin chitlar bu katta xavf. Ularga aslo kirmaslik kerakligini tushuntiring. Agar internetda kimdir tahdid qilsa yoki vizlom bilan qo'rqitsa, darrov yozishmani to'xtatib, ota-onaga aytish kerak. Internetdagi hech qanday tahdid ota-onadan sir saqlashga arzimaydi. Videoni farzandlaringizga ko'rsating va muhim qoidalarni muhokama qiling. Akkauntimizga obuna bo'ling.